Hozir qayerga qarasangiz, ayol kishini ko'nglini olish mavzusi. Ayolning ko'ngli qolsa, erkak kishidan mana bu holatga yetib keladi. Ayol e'tiborsiz qolib ketsa, mana bu holatga yetib keladi. Ayol kishi xiyonatdan keyin bu holatga keladi. Doim ayollar markazda. Lekin shu bilan bir qatorda erkaklarchi, erkakning ham ko'ngli qolishi mumkinmi? Erkakning ham ko'ngli sovib qolishi mumkinmi? Erkak ham xafa bo'lishi mumkinmi? Biz ko'pincha erkaklarga shunday taqiq qo'yamiz. Siz erkak kishisiz yoki sen o'g'il bolasan, erkaksan, yig'lashing mumkin emas, hissiyotlaringni jilovla, qanaqa bolasan, qanaqa erkaksan. Biz doim ularni bloklashga urinamiz. Yoki bo'lmasam yana bir shunday qarash borki, ayollarda erkaklarga nisbatan o'sha qutuvlar holati ko'proq. Erkak kishi qilib berishi kerak. Erkak kishi turib berishi kerak. Erkak kishi harakat qilishi kerak. Hamma jabhada. Lekin ular ham balki oddiy inson ekanligini tushunishimiz kerakdir.